大家好，欢迎同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语，情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Segila Asghar。今天我们要学习的是第6单元的第2部分，阿里木去购物。Bugün biz 6-cı qismninki 2-ci bölümünü öğrenimiz. Yani alimning narsa kerak setib olishi. Ha, unda bo'lsa, bugungi darsda yanala o'xshash ham so'z bilan boshlaymiz. 那今天的课呢，我们一样也是从生词开始的。那今天的生词同学们都看到了，不多，对吧？bugungi mushu ham so'zlarni qarasak, qanaq jiq emasa, shuning bilan jiqolmagandan keyin texmi yaxshi, texmi astoydil, mushu bir qitimdilam bir aqlam o'rganib ketishinglarni umid qilaman. Unda bo'lsa, boshladik. Birinchi so'z 桃子，桃子 yazilishi 一个木，一个木，然后呢撇点题，然后是竖弯钩撇捺或者是撇点，这些么不多桃，那么字是一个了，上面是一个横，桃子，桃子的bu so'zning ma'nosi，它呢是一种水果，bir xil meva。qaysi meva desak，大家都看过《西游记》吗？Arab sayatni ko'rganmi? Ashuning ichida Sun Wukong eng omroq meva是什么呀？Shapdul。桃子deganimiz就是shapdul。那么 cümle tuzib baqsaq, men eng yaxshi ko'radigan meva shapdul desak，我最喜欢吃的水果是桃子。我最喜欢吃的水果是桃子。desak bo'ladi桃子。那么bu shapdul bek tamlikkan, tamlikni oldin qitim o'rgandik, 好吃deb tushunadi. Bu shapdul bek tamlikka desak，这桃子太好吃了 desak bo'ladi。这桃子太好吃了。那么这是桃子，它呢是一种水果，一种水果啊。好，endi ikkinchi so'z 公斤，公斤 yazilishi 撇捺，然后撇折点，这是公司的公，对吧？斤呢撇撇横竖，非常的简单。公斤 ma'nosi kilo， kilo， 1 kilo desak 1公斤，2 kilo 2公斤，1 kilo shapdul 1公斤桃子，5 kilo alma 5公斤苹果。Мәсәлән, приказчик маңа 2 kilo банан жыңлап берің десек，售货员，麻烦您给我称2公斤 банан 香蕉。麻烦您给我称2公斤香蕉 десек болады。公斤，你么 kilo。那么在一般情况下，在北方呢，我们都习惯用公斤，那么在南方，他更习惯用斤。斤，무슨 개인들이斤lam 실도도。那么bu degan gapning ma'nosi mushu şimal tarafda biz ko'pincha mushu公斤deb ishlatamiz，就是1 kilo 1 kilodan olamiz。bir narsani setib olsakmi 1 kilo 1 kilo deb olamiz。那么在南方mushu Jungwoninki janub tarafida ko'pincha odamlar mushu jinni ishlatadi， ya'ni yarim kilodan oladi。斤 bo'lsa yarim kilo， 公斤 bo'lsa 1 kilo。好，那么继续，甜，甜。bu xatninki yazilishiga qarasak 撇横竖，andan degan 一个口，对吧？majeti 横竖qilib o'tirda bir tal 横，andan degan ostida yana mau og'zini biroq to'sib etamiz。o'qilishi 甜， ma'nosi tatliq。那么比如说你们那是 tatliq， 什么东西是甜的？糖是甜的，对吧？这个糖deganimiz shika yoki bo'lmasa kamput tatliq deymiz。那么uningdan boshqa bu shapdul bek tatliqkan desak，这个桃子太甜了，这个桃子
太甜了 desek bo'ladi. Ten, tatlıq degan ma'noda. Uningdan boshqa shu odatda biz so'zlagan vaqtimizda masalan bir kichik bolalar, ba'zan kichik bolalarniki pek og'zi tatliq bo'ldi, gapga usti bo'ladi. Nima pek og'zi tatliq gap bu bolaninki degan bo'lsa, og'zi tatliq deganni o'xshashlam 嘴甜 desek bo'ladi. Bi shu, ni 太会说话了 gapga pek ustkansiz degan gap. Ni 太会说话了 ni de 嘴太甜了 嘴真甜degan bo'lsak, o'sha gapga usta, og'zi tatliq degan ma'noda chiqadi. Ha, 甜 ma'nosi nima? Tatliq. Nima? Mesela bir narsani so'zlab o'tib ketay. Bu tatliq degan shu nimaga kirdi deymiz? Ta'mga kirdi-ku. Nima? Shu ta'mdan, tatliqdan boshqa yana nima bor? Achchiq, qirtoq, tuzliq, tuzkam deymiz-ku. Mesela bir so'zlab o'tib ketay. Tatliqni tiyan dedik. Unda bo'lsa achchiqni mush deganni o'rgangan vaqtimizda esimizda bormi? Shu vaqtda bir so'zlab o'tib ketgan. Achchiqni la deymiz. La. Nima? Qirtoq bo'lsa ku. Nima narsa qirtoq? Dorilar qirtoq. Yo, 非常的苦. Nima? Uningdan boshqa tuzliq bo'lsa, tuzliq bo'ldi. Shunaqa, sen, tuzliq degan gap. Uningdan boshqa chuchumal, ochiq suv, chuchumal. Nima deymiz? Suan desek bo'ladi. Ha, suan, tian, ku, la, sen, besh xil ta'm. Ha, nima tuz kam bo'lgan vaqtida tan deymiz, tan. Nima ko'pincha og'rib qolgan vaqtimizda 多吃一些清淡的食物 deydi. Ha, buni bir to'liqlama deb tushunsak bo'ladi. Hamsa keyingi so'zga o'tib ketdik. Gang degan bu xatniki yozilishiga qarasak, shu hangzhegou qilib yiga pena, andan shu gou qilgan. Nima gang degan bu xatniki ma'nosi bir necha xil bo'lib chiqadi. Dal degan ma'noda chiqa oladi. Masalan, gang hao degan bo'lsa, gang hao. Bu shu olmalarni bir 5 olma silib jinglagan bo'lsam, naq 2 kilo chiqdi degan bo'lsam, gang hao liang gongjing desam bo'ladi. Nima uningdan boshqa bayam. O'sha hozir bo'lgan bo'lsa bayam. Buni mu dastlabda bir deganda, iliqib birdamdan keyin deganda yixor deb o'rgangan tuqqu, nima bayam bo'lgan bo'lsa, o'sha gang desak bo'ladi. Siz bayam nega ketdingiz? Nega chunarla? To'liq desak gang chay desak bo'ladi, lekin gang desak bo'ladi. Ni gang chunarla desak bo'ladi. 好，下一个词或yazilishi qanday? 一个单人旁，然后撇竖弯钩，你们不ilaqi 7个 o'xshab qoladi。下面是一个竖横折 qilib 撇点，这是一个贝，宝贝的贝。Odatda shu bey zipang bilan munosabatlik bo'lgan chaqda bu narsa shu nima bilan munosabatlik deymiz? Chen yu guanxi. Pul bilan munosabatlik bo'lib chiqadi. Na huo degan nima? Huo degan bu so'zningki ma'nosi mal. Mal-a. Nima malni odatda qanday shu pul orqali kirgizimiz hamda mal bizga malni sotqa vaqtimizga bizga qanday pul kirib beradi. Shuning uchun buni ostida bey zipang bor, bey zipang. Ha, unda bo'lsa bu xatga qarab baqsaq, ma'nosi nima dedik? Huo dedik. Ya'ni ilaqi mal dedik shunaqa. Nima masalan mal kirgizish, shu kiring deganni jing deb o'rgangan tuqqu. Dastlabda ilaqi, 我想进一家公司当一名职员, mening bir shirkatga kirib, shu bir xizmatchi xodim bo'lg'im ba deb deydi-ku olim. Nima shu vaqtida o'rgangan shu jing, shu xat shu. Nima mal kirgizish deganni jin huo. Nima ilaqi pifa shu pifa qilganda shu mallarni bir nima qiladi, tarqitadi-ku. Nima mallarni tarqatganni, anandagi mallarni qarshi tarafga yo'lga savatganni nima deymiz? Fa huo ilaqi uchirib yo'llashdiki fa bor-ku, ashihat shu. Fa huo deymiz. Nima yana masalan shu masalan sirtdan mal buyurtgan bo'lsak, mallar kelib bo'lgan bo'lsa, bizga nima deb telefon qiladi, kelib melingizni ilib oling deydi-ku. Shu vaqtida nima deydi? Chu huo. Ning de huo 已经到了, sizning melingiz keldi. Ning de huo 已经到了. 麻烦您过来取货. Ha bo'lmay kelib melingizni ilib olsangiz. Huo.
那么mushu mal saladigan jihozini nima deymiz? Xo'ja deymiz. Odatda mushu talla bozorga kirgan vaqtimizda mushu tiziqliq turdi-ku har xil yangi mallar. 那么这些所有的货物 desak bo'ldi va 货物都摆在tiziqliq 摆在什么上面呀？货架上。好，货 manasi mal。好，那么下面新疆的新去呢，我点横，然后中间是两个点，横横竖钩，还能的跟撇点。那么马基的是公斤的一个斤，对吧？公斤的斤。那鲜看到一个鱼撇横撇格了一个田，安的一个横，马基的把到qo'ygoq shash。鲜新鲜不啥yangi degan ma'noda chiqadi. 比如说 yangi ko'ktatlar desak 新鲜的蔬菜，新鲜的水果。那么 uningdan boshqa mushu havoni sap degan vaqtimizda 也可以用这个词，新鲜的空气 desak bo'ladi. 新鲜的空气。好，新鲜 yangi. Masalan, g'uljining ovozi bak sapgan degan bo'lsak, 衣里的空气太新鲜了 desak bo'ladi. 那么 bu shaptul bak yangigan desak, 这些桃子啊，或者说这个桃子啊太新鲜了 desak bo'ladi. 好，onda xo'sa keyingi so'z长长 ezilishi usti shu 点点，然后是一个撇横钩。Asты bir tal yün, bulutdagi yün, hıng撇着点，长degan bu so'zning ma'nosi titish. Titib beqish bo'lsa长。那么 titib baqsam bo'lamdi desak, 我可以尝尝吗? yoki bo'lmasa 我能尝尝吗 desak bo'ladi. Masalan, bu tamoqni men aytdim. Titbiqinga o'xshabdimi desam nima deyman? 这个饭是我做的，你尝尝好不好吃？这饭是我做的，你尝尝好不好吃 desak bo'ladi. 尝尝 titbiqish. 好，onda xo'sa keyingi so'z 西红柿。西红柿。西buni qachon o'rgangan? Yo'linishni o'rgangan vaqtimizda o'rgangan. G'arib deganni shi deyapmiz. 那么红deganimiz 是 qizil， 一个绞丝旁，一个工作的工，对吧？那么市degan aytganda 一个木 anan degan shahardagi市点横竖横折钩竖。西红柿 qo'shib kelsak bu bir xil ko'ktatning ismi. U bo'lsa-mu sho'xla. Ba'zi yerda pomidor deymiz. 那么 pomidor qiyami desak, 西红柿酱 desak bo'ladi. Men pomidor yeyishga amroq desam, 我喜欢吃西红柿. Pomidor bilan hamsay qilib yeyli desak, 我们用西红柿拌凉菜吃吧. 我们用西红柿拌凉菜吃吧 desak bo'ladi. 西红柿。好。西红柿炒鸡蛋deb doim yeydigan bir sayvog'u tuxum sayni nima deymiz? 西红柿炒鸡蛋。今天我们吃的西红柿炒鸡蛋。Bugun biz tuxum say yedik. 好，onda xo'sa keyingi so'z称 ezilishi 一个和 and 撇横钩竖钩撇点。那么这是称deganimiz jinglash degan ma'noda chiqadi va jinglash. Masalan, biz mushu ko'ktat mevchilarni olib bo'lgandan keyin buni jinglatamiz. Jinglagan vaqtimizda 称一下 deymiz. 称一下。好，那比如说老板，就那个货架印，老板称一下这个是多少公斤？比如说苹果的阿波萨盖，老板称一下这些苹果多少公斤？那么老板xo'jayin mau olmalarni bir jinglab baqsangiz qancha kilo ekan degandek.
Mushu ching degan mushu xatni agarda 4-chi ton qilib, ya'ni ching deb o'qisak, buningki yana bir xil ma'nosi chiqadi va uni biz keyin o'rgangan vaqtimizda, shuni uchirgan vaqtimizda deb beray. Hozir kallanglar qaymiqib ketmasin. Nima ching nim bo'ldi? Jinglash. Ching isa degandek. Ha. Bu so'zningki yana bir ma'nosi bor. Mushu ching deb o'qigan vaqtimizda atilishi. 比如说称呼 sizni qandaq chaqirsam bo'ladi, ne demek yani sizni qandaq ismingizni nim deb chaqirsam bo'ladi degan gap qo'y. Vaqtida ning zama chenghu yoki bo'lmasa zama chenghu ning desak bo'ladi. Nima bir narsa deb ataymiz degan vaqtimizda ba shama shama chengzuo shama shama deb asaqmi bo'ladi. 那么这个呢都是以后还要学的，不然呢biz keyin o'rganamiz. Bugun faqat mushu chingninki jinglash degan ma'nosi borligini bilsaklar bo'ldi. Ha, unda bo'lsa, keyingi so'zga ketdik. Shigua, tavuz shunaqa. Ha, nima shi degan bu xatniki yozilishi bir o'rganib bo'lgan g'arib degan so'z shu. Hang, shu, hang, zhegou, pie, shu, wan, andan yana bir hang. 瓜 degan ma'qad qandaq 撇 qilib 竖提 这里还有一个点啊，一个点 and then 一个那 西瓜 tavus mushu tavus şekilga o'xshaydigan mandaqlam kavga o'xshab qoldigan turi ashularning hammasini bir nima gua deymiz. Masalan, qo'g'in bo'lsa 甜瓜 yoki bo'lmasa hami gua. Nama tavus bo'lsa shigua, kavu bo'lsa nangua. Anan degan mundaqiligi qapoq kavusi bo'lgan bo'lsa xulugua deb deymiz. Ishqilib bir nima gua demak mushu ashundaq bir shakldagi narsalarning hammasiga keyniga mushu gua keladi. Anan degan uzunchaq biz ila xamsay qilib yedigan deymiz huang gua desak ashundaq bir saylarimiz mi bor. 好，endi 西瓜有没有问题？夏天吃西瓜非常的解渴。夏天吃西瓜非常的解渴。Nima degan gap? Yozda tavuz yesak ussizlikni bosadi degan gap. Ussizlikni bosadi degani qanday dedik? 解渴。好，下面一个词麻烦。麻 上面是一个广 anan degan asti ikki tal mu fan deganimizning oldida bir tal o't bor, 一个火 后面呢是一个叶 横撇竖 横折撇 那 好 麻烦 deganimiz avar qilish, avarchilik degan ma'noda. Masalan, nima degan jiq ishlar bu, nima degan avarchilik degan bo'lsam, 怎么这么多事太麻烦了 desak bo'ladi. 怎么这么多事太麻烦了. Nama onundan boshqa birasidan bir ishlarni masalan manda yordamlashib bersangiz, u bu deb demoqchi bo'lgan bo'lsangiz, sizni avar qildigan bo'ldim deb boshlasangiz, qanday deymiz? Ma'fanila deb so'rasam bo'ladi, desak bo'ladi. Nima masalan, avar qildigan bo'ldim, bir so'rab baxsam, ma'fani wa wen yi xia, 比如说去什么什么地方怎么走 deganga o'xshasha, ma'fan avarchilik ham avar qilish degan ma'noda chiqadi. Ha, unda bo'lsa, keyingi so'z tao. 上面呢是一个大 anan deki 横 竖 横 qilib uzun tortib asti pejra degan. Tao. Bu so'zningki bir necha xil ma'nosi chiqadi. Xarakteri o'xshamasa, o'xshamaydi. Masalan, miqdor bo'lib mangan vaqtida, pirusho, mundaq yito chiqadigan, yito ostidan narsa to'liq bo'lgan vaqtida yitao deymiz. Yitao. Masalan, mushu choy ichadigan, mundaq chayniki, chinisi, hamma nimasi to'liq yito bo'lgan bo'lsa, uni nima deymiz? Yitao chaju desak bo'ladi. Yitao chaju deymiz. Nima Kim situatsiya vaqtimizda ost-usti baraqlam ishdan kuynak hamma narsa bo'lgan chaqda yitao desa, yitao yifu desak bo'ladi. Yitao yifu. Nima bu tao degan chaqda nima bo'ldi? Shu bir yurish bo'lib, bir yurish ulab mangan vaqtida nasha yitao miqdor so'z ulab. Nima
do'ngchi bo'lib kelgan vaqtida, ya'ni fe'l harakat bo'lib kelgan vaqtida buni biz qoplash degan ma'noda ishlatadi. Qoplash. Masalan, tavchilar, masalan, mashinalarni yoki bo'lmasa bir narsa ustini mundaq yepib qo'yang, mundaq nim bo'lib qolmasin, to'pchang qo'nmasin, meynat bo'lib ketmasin desak, tavshang deymiz. Tavshang. Nima qo'limizga palay taqagan vaqtimizda nima deymiz? Qo'limizni biroq yeb olamiz-ku, shunga shou tao deymiz. Tao. Ha, undan boshqa, masalan, mushuliqi xalta bir narsani setib olgan vaqtimizda, menga yana bir xalta sappasingiz degan vaqtimizda, 麻烦再套一个袋子 deymiz. 麻烦再套一个袋子. 好，那么这里面的这个袋子 deganimiz 就是我们本课最后一个词啊. Mushu darsdagi eng oxirgi so'z nima ekan? 袋子. Xalta degan ma'noda. Masalan, 塑料xalta bo'lsa, 就是塑料袋子, 对吧? 那么xalta setib olamsiz desak, xitim nima deydi? 要袋子吗? 请问您要袋子吗? deb desak bo'ladi. 那么 bu 袋 degan xatni qanday yozar ekanmiz? 一个单人旁横斜勾点 qilib osti 一个衣服的衣 kimdagi 衣 字 就是一个了一个横 袋子 xalta. Bu xalta yitilib ketibdi. 这个袋子破了 yitilib ketibdi. 这个袋子破了 desak bo'ladi. Ha, unda bo'lsa, bugungi so'zligimiz mishagicha bo'ldi. Menga ergishib, hammasini bir o'qib o'tamdik. 那今天我们的词呢就先上到这里，接下来跟老师一起把所有的生词读2遍。好，开始了。桃子，桃子，公斤，公斤，甜，甜，缸，缸，货，货，新鲜，新鲜，尝尝，尝尝，西红柿，西红柿，称，称，西瓜，西瓜，麻烦，麻烦，套，套，袋子，袋子。好，那亲爱的同学们，今天我们的课呢就先上到这里。今天的作业是每一个生词抄2行，选择其中的3个造句。Unda xusus suyumlik saboqdashlar, bugungi dars mishagicha bo'lsin. Bugungi so'zlikni har birisini 2 qurdan ko'chirib, ichidan 3 ni tanlab jumla tuzib olsak bo'ldi. Topshiriqni cho'qim vaqtida ishlab yeting. Ha, unda bo'lsa, kelarki sonda ko'rishaylik. 同学们下一期再见。